Yaxshimsizlar ehra oldidagi qadrli ko'ruvchilar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Ipak yo'li o'mlik madaniyat tarqatish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Sarkar uy jihozlari chekish shirkati ham shundaqla Aptapparas to'r savdo bozori va Shimbao chaylari alohida qo'llagan Xili Jishin, ya'ni o'mlik sadosi programmasi. Men program riyosatchisi Mahina Rozi. Qadrli ko'ruvchilar, ko'rib turganinglarga o'xshash bugungi suratga risolamizmi o'zgacha bezadoq, bugun qadam tashrif qilmoqchi bo'lgan mehmonimizmi o'zgacha. Undaqda bugun zodi kim kelgandi? Aldı bilen biz ekran arkalı tanışıp çıkınız. Cihan küldi inaqның sadasıdır, Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Kanat kalktı armanımız ilip endas. Kökte uçkan bürkütlerning parvozidir. Ömlük bizning nişanımız, armanımız. Ümidaqlıq yollarının karvanımız. Yalqıllaydı qalblərdə karvan mikri. Kucaq açqan bizga güzel devranımız. Shunda qadrli ko'ruvchilar, ko'rguninglarga o'xshash bugungi aziz mehmonimiz bo'lsa, o'zining go'zal naqshlari bilan, sahnadagi jalbkorligi bilan ko'ruvchilarni o'ziga jalb qilib kelayotgan tirishchan yosh naqshchi Zulhayat Ismoil. Qarshi olamiz Zulhayat, xush kelibsiz. Aldı bilan ko'ruvchilarga bir salom berayapsiz. Salam barliq ko'rurman do'stlar. Men Zulhayat Ismoildan hammanglarga sig'inishli salam. Sizlar bilan Ömlük Sadası programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Rahmat Zulhayat, xush bo'ldik. Rahmat. Mana bugun Ömlük Sadası programmasi orqali nadir naqshlaringizdan huzurlangan bo'ldik. Undan boshqa ekran oldidagi nurg'ulg'an ko'ruvchilarimizning sizdan so'raydigan savollar bor. Savollarni yig'ib sanduq deb ep keldik. Chataq yo'q, ma'qul. Unda bo'lsa Zulhayat, balkim sizning kasbingizga qiziqayotgan ko'ruvchilarimizmi ko'p bo'lishi mumkin. O'qigan kasbingizdan bir xabardor bo'laylik. Buldu, mening shu san'at sohasida o'qiganim, tarjimonlik, men usul rejissorlik kasbida o'qigan. Bankaga chiqqanda naqsha o'rinlash kasbida o'qigan. Ha, shu asli ajablanarlik emas. Nimishqa sahnaga chiqqan chaqda ham naqshlarni aytadi, ham usullarni o'ynaydi degan chaqda ikkili kasbdan tarbiya olgan. To'g'ri. Undaqda ulabla mush savolni so'rab olay. Mushu sahnaga chiqib naqsh aytgan vaqtda naqshi bilan tang usullarni o'ynab, sahnalardan chang chiqarib etishning ehtiyoji, naqshining ehtiyojimi yoki bo'lmasa o'zingizningki yaxshi ko'rishmi? Naqsh tanlagan chaq shundaq naqshlarni tanlaysiz. Naqsh tanlagandim asos chetdan shundaq naqshlar to'g'ri kelib qoldi. Naqshlar to'g'ri keldi, ha? O'zimmi shundaq sho'xroq naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Endi sahnadagi usulni apesaq, mushu naqsh aytganda o'zimningki endi burunqi usul rejissorlik kasbini o'qigan bo'lganligim uchun naqshida qandaq jihatda usul harakatlarni ifodalasa naqshningki texmo ifodalanishi yaxshiroq bo'lganligini azroq his qila olganligim uchun balkim shu naqshi bilan tanglanmış harakatlarim, badallarim o'ynab ketadi. Uni o'zimmi yaxshi ko'rmam, o'zimning ixtiyorsiz, o'zimning ichidan chiqadigan, tepib chiqadigan ishlar hissiyat deb o'ylayman. Amniyatda biz sizning shu xil holtingiz bek yaxshi ko'ramiz Zulhayat. Har bir naqshchininki o'ziga xos uslubi bo'ladi. Ba'zilarning ovozi, ba'zilarninki naqshniki xarakteri deganga o'xshash. Sizning ovozingizni yaxshi ko'rgandan boshqa yana sahnadagi naqsh shu usul keltirgan usullaringizni intayin yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Undaqda ko'ruvchilarimiz shu naqshlaringizni seg'indi. Shu usullaringizni mos keltirib aytgan naqshingizni birini oldi bilan anglab o'taylik, andan davomli suhbatda bo'lsak. Buldu. Ma'qul. Aldı bilan anglaydiganimiz. Aldı bilan hurmatinglarga shu o'zimdan so'ra degan naqshamni, usulliq naqshamni so'qsam. Ajab yaxshi. Sahnani sizga qoldirdim men size. Marhamat. Ma'qul. Ömlük sadası, ömlük sadası.
sadası. Ömrük sadası. Rahmat, Zulhayat. Mana bu özgüçülük, mana bu xaslıq. Davamlıq holatda məşundaq gözəl naxışlarınızın yangrab duruşunu ümid qılımız. Usullarınızın texmi cəzbidar bo'lib ketishini ümid qılımız. Rahmat Maynur. Rahmat. Bayaq özümninki sormoqchi bo'lgan savollarini so'rab o'tdim. Endi mushu ko'rmanlaringizning baya men deganga o'xshash nurg'ulg'an savollari bor ekan-ku. Zulhayat Ismoil Ömrük Sadosi programmamizga qadam tashrif qilmoqchi degandan keyin savollar yig'ib ketdi. Shu savollardan biz tanlab mana shu bizningki Ömrük sandig'imizga sepib keldik. Balkim bu savollarning hammasiga javob berib bo'lmasligimiz mumkin. Shunlashqa chek tatqandek siz bir tanlab ib bersangiz, shu savollarni men ko'rmanlarga vakolatan so'rasam. Ma'qul Bo'lamdi. Qani. Zulhayatning birinchi savoli sada nimadi? Zulhayatning birinchi savoli bo'lsa, tunji bo'lib olqishga erishgan naqshingiz qaysi debdi? Ha, meningki tunji bo'lib olqishga erishgan naqsham shu 11 yilning oldida aytgan Osma degan naqsham. Osma, bir ko'pit anglag'im bor. Ma'qul. Bazar, bazar, ücret qatar qatar. Bazar, bazar, ücret qatar qatar. Bir bağlam osmağa kızlar xeridar, kızlar xeridar. Bir bağlam osmağa kızlar xeridar. Rahmat. Shu vaqtdami? Usulingiz bilan bu naqshiyani boshqa ishlar qilgan, ha? Bek chiroyli harakatlar ishlangan. Boshqa ko'p qizlar bilan birga aytgan-ku deyman, ha? Usulchi qizlar Keynimda bilan. usulchi qizlar bor, oldida men tang o'ynab turib aytgan. Demak, 11 yildan beri o'zingizning mana shu xoslig'ini saqlab kelgan bo'lg'ashqa, ko'rmanlar sizni texmi yaxshi ko'ring. Rahmat. Ikkinchi savol. Undaqda Zulhayatning ikkinchi savoli bo'lsa, mundaq debdi. Zulhayat baya o'zingiz degan vaqtingizda Tavjanda o'qigan chaqda usul rejissorligi, Binkada o'qigan chaqda naqsh kasbida o'qigan deb. Agar sizga yana qayta kasbiy tarafdan tarbiyalanish fursati kelib qolsa, qaysi kasbda o'qishni tanlaysiz degan savol ekan. Menga qaytadan kasb tanlash to'g'ri kelib qolsa, o'sha pianino chalishni tanlayman. Men endi kichigimda akordeon o'rganganchu. Pianinoni kasbiy holatda bir o'rganib chiqqan bo'lsam degan. Nimishqa bunday o'ylab qoldingiz? Nimishqa deganda biz shu naqshlarga nisbatan, shunda artistlarga nisbatan bo'lsin, shu muzika eng muhimchu, muzika. Ha. Biz endi bir naqsh ishlash uchunmi, cho'qim bir muzik chap turib, to'g'ri. Uni ishlasak texmi o'zimizdan diga yerga akilalaymiz, o'zimizningki mushtaq qilqay, o'ylagan narsamizni ifodalab beralaymiz-da. Masalan, shu pianinoni o'rgangan bo'lsam, balkim hozirgacha muzika akkordlashtirish masalan, o'zimning eng yaxshi ko'rgan naqshlarini texmi izlanib shu to'g'risida. Texmi o'zimga tushadigan naqshlarni chiq ayta oldim deb o'ylayman. Shunlashqa pianino kasbni asosli qilib o'rganmay qolganimga sal shu ko'nglimda ashla o'ylab qolmayamdi. Shunday bir go'zal orzular bor ekanda. To'g'ri. Meningcha balkim orzular bo'ladi ekan. Shuning qarta tirsak shu ishlar ro'yobga chiqib qolishi mumkin deb o'ylayman. Keyincha balla azroq cho'ng bo'lgandan keyin shundaymi? Balkim pianino o'rganish orzuyingizni amalga oshishi mumkin. Shunday bo'lishi uchun ko'nglimizni tilakdoshimiz. 3-savol. Zulhayat, mamlakatimizdagi qaysi naqshchilarni yaxshi ko'rsiz debdi? Men mush mamlakatimizdagi ayol naqshchilardan apesam shu Xanxongni yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman. Pek yaxshi ko'raman uning ovozini. Nimishqa? Men mush nimishqa degan gap pek omroq. Endi Xanxongningki o'zining ovoz doirasi intayin kengri. Ham bir naqshni voyaga yetkazib aytish nisbati nihoyat yuqorida. Men buning eng shu qoyil bo'lgan naqshsi shu qora deydi degan uyg'ur naqshni bir qurbaytisdan kichiga aytib chiqqan. Voyaga yetkazib aytgan, ha? Uning ustiga aytgandimi nihoyat voyaga yetkazayotganda shunlashqa bu shu qoyil bo'lg'idek naqsh ekan deb o'ylayman. Meningcha siz shu Xanxongningki ovoz naqsh etish tarafdagi alayligidan boshqa, bu kasbga bo'lgan hurmat, muhabbatiga bekra qoyil bo'libsiz deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki bir odam aytaman deblar har miyalarning naqshini aytqil bo'lmaydi. To'g'ri. Men unga bek qoyil bo'lgan shu qitimda. 4-savol.
4-cü sualda mundaq depdi. Balalarning dadasi sizga gül sovg'a qilmoqchi bo'lsa, siz qaysi gülni yaxshi ko'rsiz depdi. Mən muşu Bu güllər məstanlaringizning sualida endi. Ha. Qani. Mən muşu aq rəngni bək yaxşı görmə. Ha. Bugün siz aq köynək giyibkənsiz bək xoş oldum. Şoňlaşmış aq qatır gülni bək yaxşı görmə. Ma'nosini bilamsiz? Paklıq dep oylayman go. To'g'ri. 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 Bizga haqiqatan poklik tuyg'usini beradi. To'g'ri. Demak, Zulhayat İsmailning mastanlari. Sizlarga vakolatan savollarni so'rab berdim. Amniyat nurg'un savollar bor. Bu savollarni vaqtimiz bo'lsa sal turib yana so'raymiz. Yoki bo'lmasa men nayda o'lchamlik yaxshi bo'lgan savollarni tatib chiqdi Zulhayat deb o'ylayman. Hamdiki navbat naqshanlash fursati keldi. Zulhayat, endi anglaydiganimiz. Әмді өзімніңки yaxşı көріп аңлайдыған, әм етідіған, әм башқы нақшырымдың алайлы керек болған аста мелодиядки сөйівер деген нақшамны. Muhabbetlik naqsha. To'g'ri. Ajab yaxshi. Qinasiz, men mush yerda o'ltirib anglayman naqshangizni. Rahmat. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
ömlük sadası. Rahmat, Zulhayat. Sizga rahmat. Chiroyli ovozlarda, chiroyli naqshlarni eshitsam, shundoq o'zgacha bo'ladi. Zulhayat, sizdan so'raydigan savollar ko'rmanlarimizning amaliyoti bakchiq. Bugun ratlab etib qarsam, Zulhayat qaysi tamoqni yaxshi ko'rdigandu, Zulhayat uyda tamoq itamdigandu, Zulhayat bolalarni tarbiyalash jarayonlarida bolalar achchig'ini keltirib qo'ysa qanday qiladigandu degandek, sizni yaxshi ko'rgan ko'rmanlarimizga nurg'un savollar tushib ketgan. Meningcha, bu savollarni yana ketib etib boshqa tashviqot vositalarimizda yana davomli javob bergili bo'ldi deb o'ylayman. Shundoq. Mening so'ramoqchi bo'lgan bir savolim bor. Endi boya qaysi kasbda o'qig'ingiz bor degan savolga shu pianino o'rgansam degan bir javob chiqib qoldi. Balkim shu naqsh kasbida yoki usul kasbida yoki oila, turmush taraflardan sizning o'ylagan bundan keyingi go'zal planlaringiz bo'lishi mumkin. Shuni anglab boqqim keldi. Plan arzularni aytijaq bo'ldi ekan. Mening hozirgi oddiy arzularim mushu ikki umoq farzandimni yaxshi cho'ng qilish bilan birga mushu o'zimning kasbiy hayotida bir yaxshi kechilikdan birini qilib olsam deb o'ylayman. Endi jiq etim qilmasammi, haqiqatan salmoqi va ham o'zimga ishonchim bo'lgan ahvol ostidagi bir mushtaq kechilik qilib baqsam degan orzuyim bor. Meningcha Zulhayat siz haqiqatan mukammallikni tashabbus qilgan tipdagi naqshchimiz ekansiz deb o'ylab qoldim. Amniyatda aytgan har bir naqshlaringiz har qitim yurakka tegyotdi. Mayli sahnadagi obrazingiz bo'lsin, yaxshi ko'ryapmiz. Kechilikka nisbatan oddiy o'ylaydigan kuychilarimiz bo'lishi mumkin. Ammo sizning o'zingizga qo'ygan talabingiz intayin yuqori. Shundoq bo'lganligi uchun bu kechilik o'tkazishdan iborat bu arzuni bundan keyingi naytı cho'ng arzular qatoriga qo'yibsiz. Meningcha bo'lgan chaqda mana shu mukammallikdan iborat bir mas'uliyatni o'zimizga yuklagandan keyin texmi yaxshi bo'lgan natija, texmi yaxshi bo'lgan meva barpo bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri. Bundan keyingi san'at hayotingizning texmi nuroniy bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Go'zal arzularingizning ro'yobga chiqishiga chin qalbimizdan tilakdoshligimizni bildiramiz. Zulhayat. Rahmat, Maynur, rahmat. Unda bo'lsa bugungi Unli Sadosi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Barcha ishlaringizning utuqli bo'lishiga chin ko'nglimizdan tilakdoshmiz. Hammanglarga rahmat. Rahmat sizga. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, bugungi Unli Sadosi programmamiz mana bu yerda oxirlashdi. Barcha go'zal tilaklarimizni albatta bugungi aziz mehmonimiz Zulhayat Ismoilga yo'lladik. Keyingi san programmamizni ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Cihan küldi inaqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda ushqan burgutlarning parvozidir. Ömlük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidlilik yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda karvon mikri. Açkan bizge güzel devranimiz. Ömlük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidlilik yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda karvon mikri. Quchoq ochgan bizga güzel devranimiz.